Dünya miqyosida Türk fuqarolarining huquqini qo'g'dash maqsadida qurilgan qonun va fikr munbiri nomli advokatlar birlashmasi Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qilgan zulmini Yevropa kishilik huquq kengashiga elib chiqadiganligini bildirdi. Advokat Amir Aqpenar bu to'g'riliq bayonot e'lon qilib, biz qarindoshlarimizga qaratilgan kishilik huquq dafsandichiligini xalqaro sahnaga elib chiqamiz dedi. Yegilishicha, mazkur munbar tarafidan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga sunilgan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan dafsandichiliklarni tekshirish haqidagi iltimosi kishilik huquq kengashining 2023-yili 2-oyning 17-kunidan 23-kunigacha o'tkaziladigan 31-qatimliq yig'inida muzokara qilinadi ekan. Xitoyning atalmış yuqumni nolga tushirish bahanasi bilan Sharq Turkistonda ijro qilayotgan oilaga va ayrim qamash o'rniga qamab osh qo'yish davolamaslik qilmishi Sharq Turkiston xalqiga og'ir ofat bo'lgan. Sharq Turkistonda davom qilgan 2 oydan oshgan qamalda Sharq Turkiston xalqining uyidagi ochlig'i tugab ochliq yordam murojaatnomalari ko'paygan. 10-oktyabr bir tarqalgan 47 sekundlik senda ayrim qamash o'rnida qolgan bir Uyg'ur ayol Xitoyning jinoiy qilmishlari haqida shikoyat qilib, do'stlardan eng tez suratda olinadigan yonpin nomerini aytib berishni o'tingan. U so'zda yana put qo'lida sezim qolmaganligini, doiralar so'lab qo'yib, davolamay tashlayotganligini, o'zining karantin o'rniga qamalganda sog'lom ekanligini, xalqaroga tez olinadigan nomer bo'lsa Xitoyning insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlari haqida xalqaroga arz qiladiganligini bildirgan. Türk tarixchisi ve yazgıcı Caner Arabaci 8-asrda Andalus musulmonlari Hristiyanlar tarafidan qirg'inchilik uchirgan edi. Sharq Turkiston 2-Andalusga aylanish oldi turmoqda dedi. Hikmat va ilm jamiyatida qonigan yara Sharq Turkiston temasida leksiya so'zlagan Qaratay Universiteti ijtimoiy va insoniyat fanlari fakulteti o'qituvchisi professor Caner Arabaci islom dunyosining qonliq jarohatlari ko'p. Agar Sibiriyadan janubga, g'arbdan sharqqa borsangiz, hamma yerda bizning qonlarimizning eqiyotganligini ko'rasiz. Sharq Turkiston tipik Andalusga aylanish oldi turmoqda. Hilal ay va yulduzliq ko'k bayroq yer yuzidan o'chirilmoqchi dedi. Angliya hukumati Xitoyga qattiq bo'lish siyosatidan alqib, uni Rossiyaga o'xshash cho'ng tahdid deb bekitgan. Angliya taratqullarining xabar qilishicha, Angliyaning sobiq Boris Johnson hukumati Xitoyni umumyuzlik raqib deb qarab, uningga mujmal siyosat qo'llangan bo'lsa, yangi saylangan bosh vazir Liz Truss Xitoyga texmo keskin va qattiq siyosat qo'llanish kerakligini bildirgan. Liz Truss vazifaga o'ltirgan dastlabki bir necha haftada Xitoyga taqobil turish siyosatini belgilagan. U mundaq degan: Rossiya Angliya uchun yanada eng cho'ng tahdid. Halbuki Xitoy bizning qimmat qarashimiz va turmushimizga texmo og'ir va uzun muddatli tahdid sanaladi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Umumiy Majlisi qaror ma'qullab, 143 davlatning ovozi bilan Rossiyaning Ukraina rayonlarini o'ziga qo'shib olganligini aybladi. Rossiya yaqinda Ukrainaning Luhansk, Donetsk, Xerson va Zaporojye rayonlarini o'ziga qo'shib olgan edi. 193 a'zodan tarkib topgan umumiy yig'inda 143 davlat bilet tashlab Rossiyaning harakatini aybladi. Rossiya, Venezuela, Shimoliy Koreya, Belorussiya va Suriya qatorliq 5 davlat qarshi ovoz berdi. Xitoy va Hindistonni o'z ichiga olgan 33 davlat ovoz berishdan voz kechdi. Amerika prezidenti Joe Bidenning davlat bexatarlik strategiyasida biz xatarlik Rossiyaga davomli besim ishlatish bilan birga xalqaro tartibni qayta qurish muddaosi va iqtidorni oshirgan birdan-bir raqobatchi Xitoy bilan unumli raqobatlashishimiz deb ta'kidladi. Tunugun e'lon qilingan Biden hukumatining davlat bexatarlik strategiyasida Bidenning davlat bexatarlik strategiyasi Amerikaning erkin, ochiq va gullangan dunyo qurish maqsadi va muhim manfaatini qo'g'dashga markazlashdi deyildi.